ingliz tili. Bu bugungi kunda eng kerakli va keng imkoniyatlarga to'la yo'nalishdir. Aynan ingliz tilini bilgan odam butun dunyo bilan ishlash imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu yo'nalishda siz ingliz tili o'qituvchisi, tarjimon yoki kontent yaratuvchi bo'lib ishlashingiz mumkin. Ya'ni siz til orqali bilim berasiz yoki xalqaro darajada muloqot qiladigan mutaxassisga aylanasiz. Ish joylari, o'quv markazlar, maktablar, universitetlar yoki xalqaro kompaniyalar bo'lishi mumkin. Daromad o'rtacha 4-6 milliondan boshlanadi. Tajriba bilan esa bu 10-15 milliongacha chiqadi. Kuchli mutaxassislar esa bundan ham yuqori daromad qiladi. Eng katta afzalligi ingliz tilini bilgan holda siz chet el kompaniyalari bilan masofadan turib ham daromad topishingiz mumkin. Karyera davomida siz o'qituvchidan boshlab o'quv markazi ochishingiz, tarjimon sifatida ishlashingiz yoki xalqaro darajaga chiqishingiz ham mumkin. O'qish davomida siz ingliz tilini yuqori darajada C1 darajasigacha o'rganasiz. Shuningdek, zamonaviy o'qitish metodikasi va tilni amaliy qo'llashni o'zlashtirasiz. Eng muhimi, TOEFLda siz 2-kursdan boshlab maktablar, o'quv markazlar va turli tashkilotlarda amaliyot o'taysiz. Bu degani siz real dars jarayonida qatnashib, tajriba orttirasiz. Natijada o'qishni bitirganingizda sizda nafaqat diplom, balki haqiqiy ish tajribasi ham bo'ladi. Agar siz til o'rganishni yaxshi ko'rsangiz va global darajada ishlashni xohlasangiz, bu yo'nalish siz uchun to'g'ri tanlov. Siz ham shu sohada ishlamoqchi bo'lsangiz, TOEFLda bu kasbni amaliy o'rganishingiz mumkin. Ingliz tili, filologiyasi va tillarni o'qitishni Toshkent amaliy fanlar universitetida o'rganing va kuchli mutaxassisga aylaning.